Assalomu alaykum aziz kitobsevar bolajonlar. Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Bugun men sizlarga Oqshom ertaklari kitobidan Qisqichbaqi va qarg'a ertagini o'qib eshittirmoqchiman. Kunlarning birida qorni och qarg'a daryo yoqalab uchib ketayotganida sudralib borayotgan Qisqichbaqaga ko'zi tushib qolibdi. Vaqtni boy bermay darhol uni ovlabdi va biror shox ustida xotirjam tanovul qilish uchun o'rmonga qarab uchib ketibdi. Qisqichbaqa qarg'aning changalidan faqatgina aqlini ishlatib omon qolish mumkinligini tushungach, sekingina gap boshlabdi. Hoy qarg'avoy, axir men sening ota-onangni ham yaxshi tanirdim. Ular juda aqlli va oqibatli edilar, debdi Qisqichbaqa. Debdi qarg'a og'izni ochmay. Sening aka-singillaringni ham bilardim. Ular aqlli bo'lsa ham donolikda sen ulardan o'zasan. Menimcha, donolikda sening oldinga tushadigani yo'q, deb qarg'ani maqtay boshlabdi Qisqichbaqa. Qisqichbaqaning bu maqtovlardan erib ketgan qarg'a uning gapini tasdiqlamoqchi bo'lib, "Qar" debdi. Natijada og'zidagi oshini ham oldirib qo'yibdi. Qisqichbaqa esa topqirligi sabab omon qolibdi. Aziz bolajonlar, shunday qiziqarli kitoblarni o'qimoqchi bo'lsangiz, bizning kutubxonaga tashrif buyuring. E'tiboringiz uchun rahmat.